Bugun men pensioner ayollar uchun juda muhim bo'lgan yangi tartib haqida gapiraman. Bu ma'lumotni e'tiborsiz qoldirmang. Chunki u onalarimiz, buvilarimiz, opa-singillarimizning pensiya miqdoriga, hujjatlarini qayta ko'rib chiqishiga va ayrim hollarda qo'shimcha pul olishiga ta'sir qilishi mumkin. Eng muhimi, ko'p ayollar bunday huquqi borligini bilmaydi va yillar davomida kamroq pensiya olib yuradi. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu xabarni albatta pensioner ayollarga yetkazing. Men bu mavzuni oddiy tilda misollar bilan tushuntiraman. Avval qanday edi, endi nima o'zgardi? Kimlar murojaat qilishi kerak, kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi? Qaysi hujjatlar kerak va qayerga borish lozim? Men amaliyotda eng ko'p uchraydigan muammoni aytaman. Ayol kishi pensiyaga chiqqan, pensiya tayinlangan, lekin uning mehnat staji to'liq hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Ayniqsa, Sovet davrida ishlagan, kolxozda, fabrikada, maktabda, bog'chada, kasalxonada yoki kichik tashkilotlarda faoliyat yuritgan ayollarda hujjatlar yo'qolgan. Arxivda ma'lumot to'liq chiqmagan yoki ish haqi haqidagi ma'lumotlar noto'g'ri kiritilgan holatlar ko'p uchraydi. Yana bir katta masala bor. Ayollarning farzand parvarishi bilan bog'liq davrlari. Ko'p ayollar men uyda bolamga qaraganman, bu pensiyaga ta'sir qilmaydi deb o'ylaydi. Aslida esa qonunchilikda ayrim davrlar mehnat stajiga kiritilishi mumkin. Ayniqsa bola parvarishi davri ishlagan davrlar. Arxivdan topilgan qo'shimcha ma'lumotlar va ilgari hisobga olinmagan hujjatlar pensiyani qayta hisoblash uchun asos bo'lishi mumkin. Oldin ko'p ayollarda shunday vaziyat bo'lgan. Pensiya tayinlanganda inspektor mavjud hujjatlarga qaragan, kompyuter bazasida nima chiqsa shunga ko'ra hisoblagan. Agar ayolning qo'lida eski mehnat daftarchasi bo'lmasa, ish haqi ma'lumotnomasi topilmasa yoki arxivdan javob kelmasa, o'sha davrlar hisobga olinmay qolgan. Ayol esa davlat hisoblab bergan, demak hammasi to'g'ri deb o'ylagan. Endi esa ayollar uchun eng muhim jihat shuki, agar sizda qo'shimcha hujjat paydo bo'lsa, avval hisobga olinmagan ish staji tasdiqlansa, farzandlar bilan bog'liq davrlar noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa yoki ish haqi ma'lumotingiz aniqlansa, pensiyani qayta hisoblatish imkoniyati bor. Bu hamma ayolning pensiyasi albatta bir xil oshadi degani emas. Lekin tekshirtirish huquqi bor va ayrim holatlarda farq sezilarli bo'lishi mumkin. Men birinchi navbatda shuni aniq aytaman. Pensioner ayol pensiya miqdoridan shubhalansa, endi kech bo'ldi deb o'ylamasligi kerak. Pensiya tayinlanganiga 50 yil bo'lganmi? 5 yil bo'lganmi? Hatto 10 yil o'tgan bo'lsa ham. Agar yangi hujjat topilsa yoki xato aniqlansa, qayta ko'rib chiqish masalasi ko'tarilishi mumkin. Masalan, bir ayol 55 yoshda pensiyaga chiqqan. Pensiya tayinlanganda uning 22 yil staji hisoblangan. Lekin u aslida 1905 yildan 1990 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Keyin 1993 yildan 1998 yilgacha maktabda farrosh bo'lib ishlagan. Fabrika bo'yicha hujjatlar o'sha paytda topilmagan, faqat maktabdagi davr kiritilgan. Natijada 7 yil mehnat staji hisobga olinmay qolgan. Agar arxivdan yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlardan bu 7 yil isbotlansa, pensiya qayta hisoblanadi. Bu ayol uchun o'yiga, masalan, taqdiming. Biri esa 1000 yoki undan ham ko'proq farq berishi mumkin. Aniq miqdor ish haqi, staj, pensiya turi va boshqa ko'rsatkichlarga bog'liq. Ikkinchi misol, ayol kishi 3 farzandni tarbiyalagan. Pensiya hujjatlarida faqat ishlagan davrlari ko'rsatilgan. Bola parvarishi davri esa umuman ko'rib chiqilmagan. U men bola bilan uyda o'tirganman, buning foydasi yo'q deb o'ylab kelgan. Ammo qonunchilikda bolaning muayyan yoshigacha parvarish qilingan davrlarni stajga qo'shish tartibi mavjud bo'lsa, bu davrlar ham tekshiriladi. Albatta bu yerda chegaralar bor. Barcha yillar avtomatik qo'shilib ketmaydi. Har bir bola bo'yicha muddatlar, umumiy chegara, ishlagan davr bilan ustma-ust kelmasligi kabi shartlar bor. Lekin hujjatda bu davrlar umuman ko'rsatilmagan bo'lsa, ayol murod qilib tekshirtirishi kerak. 3-misol. Bir opa 1990 yillarda savdo tashkilotida ishlagan, lekin mehnat daftarchasida yozuv boru muhr aniq ko'rinmaydi. Pensiya tayinlashda bu davr shubhali deb olinmagan. Keyinchalik u tashkilotning hujjatlari tuman arxivida saqlanayotganini bilib qoladi. Arxivdan ishga qabul qilinganligi, ishdan bo'shaganligi, ish haqi hisoblanganligi haqida ma'lumotnoma oladi. Mana shu hujjatlar asosida u pensiya bo'limiga ariza beradi. Agar ma'lumotlar tasdiqlansa, pensiyasi qayta hisoblanadi. 4-misol. Ayol pensiyaga chiqqanida ish haqi bo'yicha eng qulay davr tanlanmagan bo'lishi mumkin.
Ba'zan odamning hayotida shunday davr bo'ladi. Bir necha yil yaxshi maosh olgan, keyin kamroq maoshli ishga o'tgan. Pensiya hisoblashda ish haqi ma'lumotlari muhim bo'lgan holatlarda aynan qaysi davr olingani ahamiyatli. Agar past maoshli davr kiritilib, yuqori maoshli davr hujjatlari olinmagan bo'lsa, ayol arxivdan yoki ish joyidan qo'shimcha ma'lumot olib kelishi mumkin. Birinchi toifa pensiyasi juda kam chiqayotgan ayollar. Agar ayolning umri davomida ishlagan yillari ko'p bo'lgan, lekin pensiyasi minimal yoki minimalga yaqin bo'lsa, bu hujjatlarda nimadir to'liq emasligini ko'rsatishi mumkin. Albatta, har doim ham xato bo'ladi demayman. Lekin tekshartirish zarar qilmaydi. Ikkinchi toifa mehnat daftarchasida eski, noaniq o'chib ketgan yozuvlari bor ayollar. Sovet davridagi muhrlar, korxona nomlari qayta tashkil etilgan tashkilotlar. Kolxoz va sovxozlar bo'yicha hujjatlar ko'p hollarda arxiv orqali tiklanadi. Agar pensiya tayinlashda bu davr tasdiqlanmadi deyilgan bo'lsa, hozir yana urinib ko'rish kerak. Uchinchi toifa 2, 3, 4 va undan ortiq farzandni tarbiyalagan ayollar. Men bu yerda alohida aytaman. Farzandlar soni pensiya hisobida turli jihatlarga ta'sir qilishi mumkin. Bola parvarishi davri ayrim imtiyozlar. Ko'p bolali onalar bo'yicha alohida tartiblar mavjud bo'lishi mumkin. Sizda bu ma'lumotlar to'g'ri kiritilganmi? Farzandlar tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari hujjatlarda bormi? Shularni tekshirtiring. 4-toifa. Pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etgan ayollar. Ba'zi ayollar pensiya oladi. Shu bilan birga maktabda, bog'chada, shifoxonada, bozorda, xususiy firmada ishlaydi. Bunday holatda keyingi ishlagan davrlar. Ijtimoiy soliq to'lovlari va hisob-kitoblar muhim bo'lishi mumkin. Agar ayol rasmiy ishlagan bo'lsa, uning ma'lumotlari tizimda ko'rinishi kerak. Lekin har doim hammasi avtomatik to'g'ri tushadi deb bo'lmaydi. 5-toifa turmush o'rtog'i vafot etgan ayollar. Ba'zi ayollar o'z pensiyasini oladi, lekin boquvchisini yo'qotganlik yoki boshqa turdagi pensiya masalalarini bilmaydi. Men bu yerda ham ehtiyotkorlik bilan aytaman. Hamma ayol erining pensiyasini to'liq oladi degan gap noto'g'ri. Lekin ayrim hollarda qaysi pensiya turi foydaliroq ekanini tekshirtirish mumkin. Pensiya organi mutaxassisi sizning hujjatlaringizga qarab, qaysi variant qonuniy va manfaatli ekanini tushuntirib berish kerak. Agar ayolning barcha ishlagan davrlari elektron bazada to'liq ko'rinib turgan bo'lsa, mehnat daftarchasi to'liq va aniq bo'lsa, pensiya tayinlanganda barcha farzandlar bo'yicha hujjatlar topshirilgan bo'lsa, ish haqi ma'lumotlari ham to'g'ri olingan bo'lsa, u holda katta xatolik bo'lmasligi mumkin. Lekin men baribir pensiya hisob varag'ini bir marta ko'rib chiqishni tavsiya qilaman. Yana shuni tushunish kerak, qo'yda o'zgardi degani hammaning pensiyasi ertadan boshlab avtomatik oshadi degani emas. Bu eng ko'p uchraydigan noto'g'ri tushuncha. Kimdir qo'shnisidan eshitadi. Hamma ayollarga pul qo'shilar ekan deydi. Keyin pensiya bo'limiga boradi. Navbatda turadi, asabiylashadi. Aslida esa qo'yda ko'pincha ma'lum shartlar bajarilganda ishlaydi. Staj yetishmaganda, hujjat topilganda, noto'g'ri hisob aniqlanganda yoki imtiyozli holat tasdiqlanganda. Birinchidan, bir davr 2 marta hisoblanmaydi. Masalan, ayol bola parvarishi davrida rasmiy ish joyida ham hisobda turgan bo'lsa yoki haqiqatan ishlagan davri bilan bola parvarishi davri ustma-ust tushsa, bu yillar 2 barobar staj qilib qo'shilmaydi. Pensiya hisobida har bir davrning o'z tartibi bor. Ikkinchidan, har bir farzand bo'yicha barcha yillar avtomatik qo'shilmaydi. Odamlar orasida 3 ta bola bo'lsa, 9 yil staj qo'shilar ekan, yoki 4 ta bola bo'lsa, 12 yil qo'shilar ekan degan gaplar yuradi. Bunday gaplarga darrov ishonmang. Qonunda bola parvarishi davrini stajga qo'shishning chegarasi, sharti va tartibi bo'ladi. Shuning uchun har bir ayol o'z holatini alohida tekshirtirishi kerak. Uchinchidan, arxiv ma'lumotnomasi ham to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi shart. Unda tashkilot nomi, ishga qabul qilingan sana, ishdan bo'shagan sana, buyruq raqamlari, lavozim, ish haqi yoki boshqa zarur ma'lumotlar ko'rsatilishi kerak. Oddiy bu ayol bizda ishlagan degan mazmundagi xat har doim ham yetarli bo'lmasligi mumkin. 4-dan, mehnat daftarchasidagi yozuvlar orasida bo'shliq bo'lsa, bu savol tug'dirishi mumkin. Masalan, 1992 yilda ishga kirgan, 1995 yilda ishdan bo'shagan, lekin tashkilot nomi o'zgargan, muhr boshqa, buyruq raqami ko'rsatilmagan. Bunday holatda pensiya organi qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Bu sizni qo'rqitmasin. Buning yechimi arxiv, sobiq tashkilot, huquqiy voris tashkilot yoki sud orqali tasdiqlash bo'lishi mumkin.
Beshinchidan, pensiyani qayta hisoblash hamma vaqt o'tgan yillarning hammasi uchun pul qaytariladi degani emas. Ko'p holatda qayta hisoblash ariza berilganidan keyingi davrdan amalga oshiriladi. Agar davlat organi xatosi aniqlansa yoki qonunda boshqacha tartib bo'lsa, alohida ko'rib chiqiladi. Shuning uchun vaqtni cho'zmaslik kerak. Hujjat topdingizmi, darhol murojaat qiling. 6-dan, telefon orqali aytilgan gap yetarli emas. Menga pensiya bo'limida shunday deyishdi degan og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Agar sizda asosli shubha bo'lsa, yozma ariza bering. Yozma arizaga yozma javob berilishi kerak. Yozma javob bo'lsa, keyin yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilish ham osonlashadi. 7-dan, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Men pensiyangizni oshirib beraman, oldindan pul bering. Arxidan hujjat chiqarib beraman. Tanishingiz bo'lmasa bo'lmaydi degan odamlarga ishonmang. Pensiya bo'yicha rasmiy murojaat bepul tartibda ko'rib chiqiladi. Arxiv xizmatlarida belgilangan to'lov bo'lishi mumkin, lekin bu ham rasmiy kvitansiya orqali bo'lishi kerak. Pulni qo'lga berib yubormang. Endi men aniq qadamlarni aytaman. Agar siz pensioner ayol bo'lsangiz yoki onangiz, buvingiz, opangiz uchun yordam bermoqchi bo'lsangiz, quyidagi tartibda harakat qiling. Birinchi qadam, mavjud hujjatlarni yig'ing. Eng avvalo pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, farzandlarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa buni tasdiqlovchi hujjatlar, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, arxiv ma'lumotnomalari kerak bo'lishi mumkin. Agar ayolning familiyasi qizligidagi familiyadan erining familiyasiga o'zgargan bo'lsa, bu juda muhim. Chunki arxivda eski familiya bilan ma'lumot chiqishi mumkin. Ikkinchi qadam, pensiya ishi bo'yicha ma'lumot so'rang. Tuman yoki shahar pensiya bo'limiga borib, pensiya hisobingizda qaysi stajlar kiritilganini, qaysi davrlar hisobga olinmaganini, pensiya qanday asosda hisoblanganini tushuntirib berishni so'rang. Buni og'zaki so'rash mumkin, lekin men yozma ariza berishni afzal ko'raman. Ariza taxminan shunday yozish mumkin. Menga tayinlangan pensiya miqdori va hisobga olingan mehnat stajlari bo'yicha tushuntirish berishingizni, pensiya ishimdagi hisobga olingan va hisobga olinmagan davrlar ro'yxatini taqdim etishingizni so'rayman. Bu ariza sizning huquqingizni himoya qilishda muhim bo'ladi. 3-qadam, hisobga olinmagan davrlarni aniqlang. Masalan, siz 1979 yildan 1994 yilgacha kolxozda ishlagansiz, lekin pensiya ishida bu yo'q. Yoki 1990 yildan 1996 yilgacha bog'chada ishlagansiz, faqat 2 yili kiritilgan. Yoki bola parvarishi davrlari umuman ko'rsatilmagan. Shularni alohida ro'yxat qilib yozing. 4-qadam, arxivga murojaat qiling. Agar korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlash kerak. Tuman arxivi, viloyat arxivi, idoraviy arxiv yoki tashkilotning huquqiy vorisi bo'lishi mumkin. Arxivga ariza berganda ish joyining nomi, taxminiy yillar, lavozim, o'sha paytdagi familiya, tug'ilgan sana, yashagan joy haqida imkon qadar aniq yozing. Qanchalik aniq ma'lumot bersangiz, hujjat topish shunchalik oson bo'ladi. 5-qadam, farzandlar bo'yicha hujjatlarni tekshiring. Tug'ilganlik guvohnomalari yo'qolgan bo'lsa, FDYX organidan takroriy guvohnoma yoki ma'lumotnoma olish mumkin. Agar familiyalarda farq bo'lsa, nikoh yoki ajrim hujjatlari kerak bo'ladi. Masalan, ona pasportida Karimova, bolalarning guvohnomasida esa qizlik familiyasi bilan yozilgan bo'lsa, bog'lovchi hujjat talab qilinadi. 6-qadam. Ish haqi ma'lumotlarini qidiring. Pensiya miqdoriga ish haqi davrlari ta'sir qiladigan holatlarda bu juda muhim. Eski ish joyidan yoki arxivdan oyma-oy ish haqi ma'lumotnomasi so'rang. Ba'zan faqat ish staji tasdiqlanadi, lekin maosh ma'lumoti topilmaydi. Shunda pensiya hisoblashda boshqa tartib qo'llanishi mumkin. Lekin yuqori maoshli davr topilsa, foyda katta bo'lishi ehtimoli bor. 7-qadam. Pensiyani qayta hisoblash uchun ariza bering. Hujjatlarni yig'ib bo'lgach, pensiya bo'limiga pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Mazmunida ariza yozing. Arizaga barcha nusxalarni ilova qiling. Asl hujjatlarni ko'rsatib, nusxasini topshiring. Qabul qilingan arizangiz ro'yxatga olinganini tasdiqlovchi belgi yoki raqamni albatta oling. 8-qadam, javobni kuting va tekshiring. Agar pensiya oshirilsa, yangi miqdor qachondan boshlab hisoblanganini so'rang. Agar rad javobi berilsa, sababini yozma ravishda oling. Rad etish sababi hujjat yetarli emas, davr tasdiqlanmadi. Qonunda bunday asos yo'q kabi bo'lishi mumkin. Har bir sababning o'z yechimi bor. Hujjat yetarli bo'lmasa,
qo'shimcha hujjat qidiriladi. Qonun talqini bo'yicha nizo bo'lsa, yuqori turuvchi organga murojaat qilish mumkin. 9-qadam, yuqori tashkilotga shikoyat qilishdan qo'rqmang. Agar siz pensiya bo'limi javobidan rozi bo'lmasangiz, pensiya jamg'armasining yuqori bo'limiga, adliya organlariga, xalq qabulxonasiga yoki sudga murojaat qilishingiz mumkin. Lekin shikoyat hissiyot bilan emas, hujjat bilan yozilishi kerak. Menga kam pensiya berishyapti deyishning o'zi yetarli emas. Mana bu davrda ishlaganman. Mana arxiv ma'lumotnomasi, lekin hisobga olinmadi deb aniq ko'rsatish kerak. Men ko'p ko'rgan vaziyatlardan biri shuki, ayol pensiyaga chiqqanda farzandlari bilan bog'liq hujjatlarni topshirmagan bo'ladi. Sababi oddiy. Undan hech kim so'ramagan yoki o'zi kerakligini bilmagan. Keyin yillar o'tib, qo'shnisi pensiyasini qayta hisoblatganini eshitadi. Shunda u ham hujjatlarni yig'adi. Agar uning holati bola parvarishi davrini qo'shish imkoniyati bo'lsa, pensiyada farq chiqishi mumkin. Yana bir vaziyat. Ayol 2 yil ishlagan, lekin rasmiy hujjatda 4 yil ko'ringan. Nega? Chunki 6 yil ishlagan korxona xususiylashtirilgan, nomi o'zgargan, keyin tugatilgan. Mehnat daftarchasidagi muhr o'qilmaydi. Bu yerda arxiv juda muhim. Agar arxivda buyruqlar yoki shaxsiy tarkib hujjatlari saqlangan bo'lsa, ayol o'z haqini tiklay oladi. 3-vaziyat. Ayolning pensiyasi turmush o'rtog'i vafotidan keyin yanada qiyin masalaga aylanadi. U o'z pensiyasida qolishi kerakmi yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha murojaat qilishi kerakmi bilmaydi. Men bunday ayollarga shuni maslahat beraman. Albatta pensiya bo'limiga borib, ikkala holat bo'yicha hisob-kitobni so'rang. Qonun ruxsat bergan variantlardan qaysi biri foydaliroq bo'lsa, shuni tanlash mumkin bo'lgan holatlar uchraydi. 4-vaziyat. Pensioner ayol pensiyaga chiqqandan keyin ham 5 yil maktabda qorovul, hamshira, oshpaz yoki texnik xodim bo'lib ishlagan. U men baribir pensiyadaman. Bu ishlagan yillar endi kerak emas deb o'ylaydi. Aslida rasmiy ishlagan davrlar va to'lovlar pensiya hisobiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan holatlar bor. Shuning uchun pensiyadan keyingi mehnat faoliyatingiz ham tizimda to'g'ri aks etganini tekshirtiring. Men tomoshabinlarga shuni alohida aytmoqchiman. Har bir ayolning pensiya ishi alohida. Bir qo'shnining pensiyasi 200 ming so'mga oshgani sizniki ham shuncha oshadi degani emas. Boshqa bir ayolda umuman oshmasligi ham mumkin. Chunki uning hujjatlari avvaldan to'liq bo'lgan. Yana bir ayolda esa kattaroq farq chiqishi mumkin. Chunki 10 yil staj hisobga olinmagan bo'ladi. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l mish-mishga emas, hujjatga tayanishdir. Sizning qo'lingizda hujjat bo'lsa, huquqingiz kuchli bo'ladi. Hujjatingiz bo'lmasa, avval hujjatni tiklash kerak. Og'zaki guvohlar ba'zi hollarda yordam berishi mumkin, lekin pensiya masalasida rasmiy hujjatning o'rni juda katta. Bugun men pensioner ayollar uchun juda muhim tartibni tushuntirdim. Agar pensiya hisobida staj, farzand parvarishi davri, ish haqi yoki boshqa ma'lumotlar to'liq aks etmagan bo'lsa, ayol kishi pensiyasini qayta tekshirtirish va zarur bo'lsa, qayta hisoblatish huquqiga ega. Bu hamma uchun avtomatik pul qo'shiladi degani emas, lekin o'z haqini bilgan ayol kamroq pensiya olib yurmasligi kerak. Agar siz pensioner ayol bo'lsangiz, hujjatlaringizni bir ko'zdan kechiring. Agar onangiz yoki buyingiz pensiyada bo'lsa, ularga yordam bering. Mehnat daftarchasini, farzandlar hujjatlarini, arxiv ma'lumotlarini tekshiring. Bugun qilingan bitta ariza ertaga oyma-oy qo'shimcha daromad bo'lib qaytishi mumkin. Sizning fikringiz menga juda muhim. Izohlarda yozing. Sizning pensiyangiz hisobida staj bilan bog'liq muammo bo'lganmi? Arxivdan hujjat topa olganmisiz? Qayta hisoblatganingizdan keyin pensiya oshganmi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni albatta barcha pensioner ayollarga yetkazing.